Firdavs? Qara uka, sen bilan bitta ish qilamiz. Senga sovg'am bor edi, qara. Qo'limda 4 ta shokolad bor, ushlab tur. Ha? Xohlasang shuni bittasini senga beraman. Xohlasang 4 tasini ham beraman. Ya, aka menga bittasini beraylik, to'rttasiga bo'lib qolaman men. Xohlasan. Ha? 3 tasini nima qilamiz unda? Uchtasini boshqa odamlarga bermasak-chi, zo'r bo'ladi. Faqat beramizmi? Ha, mayli. Kimga beramiz? Farqi kim kelsa o'shanga beraveramiz. Bo'ldi, uka, beraveramiz. Ana, odam kelyapti, ket. Qani? Salom aka. Men yo'nalishga sizga. Assalom. Tinchlikmi? Ayin, sizni xursand qilmoqchi bo'ldim-da. Instagramga chiqyapmanmi? Ha, endi. Onam meni bunaqa omad etib deb o'ylamagandim. Rahmat. Aka, ana ikkita qiz kelyapti. Ketib ularga ham beraveramiz. Bo'ldi, uka, davay, xursand bo'lib ularga. Salom aka, Ahmet. Shokolad olinglar. Olishmadi. Orqa tomonda kelyapti. Salom aka, xolajon. Oling shokolad sizga. Nega? Endi xursand qilmoqchiman-da sizni. Bu bola sizni xursand qilmoqchi bo'ldi, xola. Sizni. Salom aka. Mana shokolad sizga bermoqchiman. Nega? Shunchaki sizni yangi yilga xursand qilmoqchi edim-da. Mana shu bo'ladi siz uchun. Aka, oling sizga. Shunchaki yangi yilga. Chin ko'ngildan podarkani sizga. Rahmat katta. Aka, aytganingiz bajarildi. Uka, qara bitta savol. Nima uchun bu ish qilding sen? Endi nafsimga qul bo'lishni yoqtirmayman aka. Qarasangiz tishlarim qurtlab tushib ketgan mana tishim. Hammasi o'zi yesang bo'lardi-ku, odamlarga tarqatib yubording. Ya, odamlardan yaxshilik qoladi endi bari. O'zi ish qilading qani? Berib qo'yibman yaxshilikka o'rganib qolib. Nimadan ish qilding? Bilmadim endi, qalbimdagi yaxshilik jo'shib ketdimi? Endi har xil ishlar qilmoqchiman o'zi, to'g'risini aytsam. Ota-onangga rahmat, uka.